Vazelinga вообще mani duxim vazelinga umuman yo'q. Hazillashyapsizmi vazelina? Vazelina olib ket, o'tishaylik. Jinni bo'lib qoldim. Jinni bo'lib qoldim. Men добровольно. Ketishini qarang mana. Voy jalab. Endi matka bo'lmagandan keyin nima qilsin Iroda? U to'lka aytyapman-ku, anal oral ishlaydi, boshqacha yo'q. Unchalik basta Robiya haromi. Yana gapirsam hozir noto'g'ri bo'ladi-yu, erim bekorga sanikiga ko'p borar ekan. Bo'ldi endi qisasanmi Robiya? Yana nima deyapti? 10 yildan beri kosmetologga boradi deyapti. Voy sanam bor. Sen 10 yil oldin qayerda eding? Kim siz aytibdimi? Men kiradim kecha kosmetologga men bilan birga qatnagan eding. Ko'tir sassiq. Olqon. Hech narsa qilmading, o'g'zingga olib o'zingni o'zing sharmanda qilding. Ikkita anov yetimagingni, dayusingni kelajagini sindirding, tamom. Erta ulayam kelib o'g'zingga olganing yetmaganday, mana ishlayotgan joyimizdan ham deport bo'lib keldik. Endi bizani qo'tog'imizni qavurib yeb o'tir onajon deydi. Bu baribir til ojiz, uni ori yo'q. Ori bo'lganda internetga kirmasdi qaytib. O'tirishini qarang kecha, videosini ko'rdim. Qilgani bilan ichidan tamom bo'lgan. Ay to'dlab yig'largan videolarini o'zim ko'rdim deding-ku. Nimaga uniga qo'shilib nima ham yig'layapti. Mobina ham hozir endi voydod, cho'rniga tiqdim uni bo'ldi, voydod deydi. Ko'tigacha chiqibdi. Uyinchiga ham tashlab bergan ekan, hojiga tashlagan ekan, aylanib keldi menga ham.